keyingi manzilimiz Yunusobodga kelyapmiz. Eng kerakligi baliqlarimiz bittasi ham nobud bo'lmadi. Akalarim 3-lokatsiyamizga yetib keldik. Ikkasi o'chirib mana 3-manzilga yetib keldik. Anvarik, shoshilmang. Shoshilmang, mayli, shashtiring. Shoshilyapti, baliqlar shoshilyapti. Xo'sh, mana bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi Anvar aka. Ketdi mana, bismillah. Sekin har doimgidek Anvar aka. Ketdi mana. Ana, mana. Trofeyni bitta zo'r. Ketdi janob. Bak. Ketdi. Voy, mashallah. Kamol aka, bitta iltimosim bor. Suvga qo'yib tashlang, ko'pirib ketyapti, baliq ko'rinmayapti. Suvga qo'yib turingda, ag'dar. Voy, shanchi qo'yib. Men tarafga qara ag'dar. Ketishini qaraylik. Mana bu jonivor moslashyapti. Bor akalaring. Sekin ko'pirtirmasdan. O ana bu boshqa bu. Bu aka boshqacha chiqdi. Mana, Kamol aka, baliqlarni ham tarbiyalab olib kelibsiz-ku, ana. Janovorlar. Yana amur, ket. Oxirgi qopchamiz. Baraka topinglar. Baraka topinglar. Ana endi haqiqiy manzillarni topdinglar janovorlar. Oxirgi jarayon juda ham quvonchli jarayon. Hammaning tabassum bilan chiroyli bo'ldi mana. Anvar aka, duo qiling, endi ishimiz mana yakunlandi. Allohim qilgan xayrli ishlarni barakotini o'zing yetkazgan. Kimki shu xayrli ishga o'zini hissalarini qo'shgan bo'lsa, yaxshi qalbidagi ezgu niyatlariga yetkazsin. Shu qo'yib yuborgan baliqlar o'zi shu suvlarda uchsin, ko'paysin. Bizdan keyingi avlodlarga ham shu namuna bo'lsin, ular ham shunaqa baliq qo'yib yuborsin. Har baliq tutish emas, baliqni qo'yib yuborib turish kerak. Nimaiki yaxshi niyatlar o'zi bo'lsa, Alloh bekam ko'z yetkazsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban. Rahmat. Alloh, baraka topinglar. Hammaga kattakon rahmat.